Nima uchun koreys erkaklari 40 yoshda 25 yoshdagi ko'rinishadi? Sir genetikada emas. Koreys aktyorlariga qarang. Ular 35 yoshida, ba'zan 40 yosh va ba'zilari esa allaqachon 50 yoshga kirib bo'lgan bo'ladi. Va ko'pchiliklari esa o'zlaridan 10 yosh kichik yigitlarga yoshroq ko'rinishadi. Yo'q, bu shunchaki genetika emas. Bugungi mavzuyimiz asosan erkaklar uchun. Erkaklar, uzoqlashmaymiz, yaqinroq keling va o'tkazib yubormang. Bu sizlar uchun. Chunki ko'pchilik erkaklar terisiga umuman ahamiyat bermaydilar yoki faqatgina ajinlarni sezgandan keyin parvarishni boshlashadi. Ammo muammo shundaki, o'sha paytga kelib qarish allaqachon avjiga olgan bo'ladi. Bugun men sizga eng yaxshi teriga ega erkaklarni o'z yoshidan katta ko'rinadiganlardan ajratib turadigan 3 ta odatni ko'rsataman. Va yo'q, sizga juda ham ko'p bo'lgan mahsulot va oynani oldida 1 soat vaqt kerak bo'lmaydi. Hammaga assalomu alaykum. Siz Komix.uz kanaldasiz va biz bu yerda sizga albatta terini to'g'ri parvarish qilishni o'rgatamiz. Demak, boshladik. Erkaklarning qiladigan eng katta xatosi, rostini aytsam, ko'pchilik erkaklar teri parvarish qilishni ixtiyoriy deb bilishadi. Ular ertalab yuzlarini suv bilan yuvishadi. Ba'zan soqollarini olgandan keyin esa yuzlariga qo'llaridan kelgancha uhud qilishadi. Demak, nimadirlar surib olishadi. Va tamom. Lekin buni tasavvur qilib ko'ringchi, siz oddiygina go'shtni tovada qovuryapsiz, keyin esa shunchaki uni suv bilan yuvib tashlaysiz. Toza chiqadimi? Albatta yo'q. Xo'sh, nima uchun ko'p odamlar suv terini yog'li tovadan ko'ra yaxshiroq tozalaydi deb o'ylashadi? Kun davomida yuzingizda yog', teri, chang va juda ham ko'p mikroblar, bakteriyalar to'planib boradi. Shuning uchun birinchi qadam ertalab va kechqurun to'g'ri tozalashdir. Bu kosmetologiya emas, bu asosiy gigiyenadir. Ikkinchi qism, nima uchun erkaklar o'ylagandan ko'ra tezroq qarishadi? Endi savol berib ko'ringchi, teri nimaga ko'proq qaraydi? Yosh yoki quyoshgami? Ko'pchilik javob beradi, albatta yoshga deb. Ammo bu xato javob. Har kuni ultraviolet nurlanishi kollagenlarni yo'q qiladi. Terini esa elastikligi uchun mas'ul bo'lgan oqsillarni o'zi qoladi. Avval mayda ajinlar paydo bo'ladi, keyin esa pigmentatsiyalar paydo bo'ladi, keyin esa teri yanada ham osilib qoladi va eng yomoni shundaki, bularning barchasi sezilmasdan sodir bo'ladi. Shuning uchun ko'p erkaklar bir kun kelib oynaga bundoq qarashadi-da, "Men qachon shu darajada qarib ketdim?" deb savol berishadi. Aslida bu jarayon yillar davomida yig'ilib kelgan bo'ladi. Shunday qilib, agar har kuni foydalanishga arziydigan bitta mahsulot bo'lsa, bu ham SPFdir. Qishda ham, bulutli kunlarda ham va hatto ofisda ishlasangiz ham. Uchinchi qism, nima uchun koreyslar yoshroq ko'rinishadi? Endi koreyslarga qaytamiz. Odamlar koreys aktyorlarini yoki butlarini ko'rganda ular ko'pincha shunchaki genetika bilan bog'liq, ularni genetikadan omadi kelgan deb o'ylashadi. Ammo chuqurroq qarasangiz, buning ortida bundan ham ko'proq narsa borligini ayon bo'ladi. Koreyada terini parvarish qilish tishlarni yuvish kabi oddiy hol hisoblanadi. Erkaklar esa ajinlarning paydo bo'lishidan ancha oldin terini parvarish qilishni boshlaydilar. Ular terilarini quyoshdan himoya qiladilar va muntazam ravishda terilarni namlab turadilar. Ular muammoni sezilarli bo'lguncha kutishmaydi. Shuning uchun farq 10 yoki 20 yildan keyin aniq bo'ladi. Yosh terining siri mo'jizaviy kremda emas. Sir shunchaki ularni ko'pchilikka qaraganda ertaroq parvarish boshlagandadir. Eng kam baholangan narsa va bu yerda ko'pchilik yana bir xatoga yo'l qo'yadi. Ular shunday deb o'ylashadi: "Mening terim juda ham yog'li, nima uchun menga krem kerak?" Ammo yog'li teri va namlangan teri ikki xil narsadir. Terida namlik yetishmasa, u yanada ham ko'proq yog' ishlab chiqarishni boshlaydi. Natijada yuzingiz yaltiroq bo'lib qoladi. Dog'lar paydo bo'ladi. Shuning uchun deyarli har bir erkak yaxshi namlovchi vosita kremga muhtojdir. Teringiz yog'li bo'lsa ham, ayniqsa muntazam ravishda soqollaringizni olsangiz.
Kuniga 3 daqiqalik reja. Agar siz endigina boshlagan bo'lsangiz, murakkab rejalarsiz albatta. 10 ta mahsulot sotib olishingiz shart emas, 3 tagina bosqichdan boshlasangiz bo'ladi. Ertalab yuzingizni penkada yuvasiz. Undan keyin esa albatta bizga namlantirishga krem kerak bo'ladi. Kremdan keyin esa albatta yuzimizni quyoshdan himoya qiluvchi SPF. Kechki parvarishimizda esa xuddi shunaqa ketma-ketlikda. Demak, yuzimizni yuvamiz penkada va uxlashdan oldin chuqur namlantirib keyin uxlaymiz. Bu Instagram yoki Facebook yoki TikTokdagi bitta reelsni ko'rishni ketkazadigan vaqtingizdan ham kamroq vaqt talab etadi. Ko'pgina erkaklar ajinlar paydo bo'lgandan keyin ular bilan kurashishni boshlaydi. Ammo arzon davolash usullari yosh terini saqlamaydi, uni odatlar saqlaydi. 40 yoshda 30 yoshga o'xshagan erkak bilan 40 yoshda 50 yoshga o'xshagan erkakning o'rtasidagi farq ko'pincha bir necha daqiqalik kundalik teri parvarish bilan bog'liqdir. Shunday qilib, savol hozir necha yoshda ekanligingizda emas, balki 10 yildan keyin teringiz qanday ko'rinishga ega bo'lishdadir. Yoshingizni va SPFdan har kuni foydalanasizmi yoki foydalanmasligingizni kommentariyada aytishingizni so'rab qolamiz. Agar siz afsonalar va marketingdagi hiyla-naranglarsiz oddiygina tushunarli terini parvarish qilish bo'yicha batafsil ma'lumotni olishni istasangiz, unda albatta bizni kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va albatta bizga like bosing. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr!